Alloh taolo aytganda in yamsaskum qarhun faqad massal qawm qarhun mislu. Agar sizlarga bitta yetyapgan bo'lsa, musibat yetgan bo'lsa, yara yetayotgan bo'lsa, jarohat yetayotgan bo'lsa, sizlarga o'xshagan ularga ham yetyapti. Gohida biz reja tuzishligimiz mumkin, lekin har doim bizning rejalarimiz amalga oshadimi? Amalga oshmaydi. Ya'ni xuddi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rejalari amalga oshmadi, nafaqat amalga oshmadi, ya'ni sahobalarning eng yaxshilaridan bo'lgan 80 tasi shahid bo'lib o'tiribdi. Bizni qiladigan ishimiz da'vat. Alloh taoloning diniga da'vat qilishlik. Biz insonlarni davlatlarda inqilob qilishlikdan oldin biz insonlarga risolani yetkazishligimiz kerak bo'ladi. Boshqaruv yiqitilish kerak, bu narsani olib tashlashlik kerak degan hattoki boshliqlarga ishonchsizlik kelib chiqishligi mumkin. Mana bu narsalardan gohida dushman foydalanadi, shu narsaga ehtiyot bo'lishlik kerak. Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah va alayhi va sahbihi va man wala. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'tgan darsimizda Uhud g'azvasidagi shikast yeyishlik, mag'lubiyat haqida gapirgandik. Albatta, mana bu mag'lubiyatni yomon ta'siri bo'ldi. Ya'ni musulmonlarning nomiga qattiq ta'sir qildi bu narsa. Albatta ularning qalblaridagi haybati yo'qoldi. Ya'ni kofirlar bundan qo'rqib turgandi. Mana bu jangdan kelgan shikast yeyishlikdan keyin haybat yo'qoldi. Ichki tashqi taraflardan problema boshlandi. Madinani har bir tarafdan xatarlar o'rashlikka boshladi. Yahudlar, munofiqlar o'zini ochiq adovatini e'lon qilishlikka boshladi. Har bir kishi mo'minlardan bir narsaga erishib qolishlikka harakat qilishlikka boshladi. Ba'zilar, ya'ni atrofdagi qabilalar bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va ashoblarini Madinadagi musulmonlarni taktiga bilan yo'qotib tashlashlikka harakat qilishlikka boshladi. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hikmatlari, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning chiroyli rejalari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yo'qotgan haybatlarini qaytib tikladi va ularga yangitdan ulug'likni qayta tiklab berdi. Bu birinchi qilingan narsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarafidan birinchi qilingan reja va birinchi qilingan ish nima bo'ldi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kofirlarning qarshisiga Hamroul Asadda chiqishlik edi. Aytdiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qildi? Xuddi shikast yegandan keyin qaytib keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni orqalaridan kelib oxirigacha yo'qotib tashlashlik xabari kelgandan keyin, Qurayshliklar shunday reja tuzyapgani kelgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini atrofidagi odamlar bilan o'sha kecha Uhudda qatnashgan odamlar bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana nima bo'ldi? Hammasini olib chiqib Hamroul Asadga chiqdi, lekin Alloh taolo kofirlarning qalbiga qo'rquv solib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ustiga qaytib bostirib kelishlikka jur'at qilisha olmadi. Mana bu bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qo'shinlari o'zlari yo'qotgan ba'zi haybatlarni tiklashlikka va o'zlari yo'qotgan makonatlarni yana qayta o'nglashlikka imkon topishdi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilgan birinchi narsa edi. Keyingisi Bani Nazirniki. Oldin aytib o'tganimizdek, Yahudlar o'zi islomga va musulmonlarga o'zlari ichi kuyayotgandi, ichlaridan yonayotgan edi. Uhud voqeasi bo'lgandan keyin ular jur'at qilishlikka boshladi va ochiqlikcha xiyonat va adovatni oshkor qilishdi. Makkadagi mushriklar bilan yoki Madinadagi munofiqlar bilan til biriktirib musulmonlarga qarshi ishlashni boshladi. Hattoki jur'atlari shu darajaga bordiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularning yerlariga borgan paytda ularning kattasi Huyay ibn Axtab o'zlarini ichidan bir kishiga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni nima qilishlikka aytdi, ustiga tosh tashib yuborishlikka aytdi. Bunga kim qildi? Amr ibn Jihash qildi. To'g'rimi? Amr ibn Jihash payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ustilariga toshni tashab payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan qutulmoqchi bo'ldi. Ya'ni yahudlarning tabiatiga ko'ra, chunki bular o'zlariga kelgan payg'ambarlarni doimiy o'ldirib kelgan. Lekin Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bundan xabardor qildi. Lekin bularning ichida Salom ibn Mishkam bu narsani qilinishligidan ularni ogohlantirgan. Bunday qilmanglar, Alloh taologa qasamki, sizlar qilgan ish albatta unga xabar beriladi. Mana bu o'rtamizdagi ahdni buzishlikdir deyishdi, lekin nima ularga badbaxtlik g'olib kelib ahdlarni buzishdi va bundan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni Madinadan chiqarib tashladi. Buni oldinda aytib o'tgandik. Keyingisi Najd. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablariga hozir nima qilyapti? Qabilalar tomonidan. Ya'ni qabilalar sahroda o'sgani uchun ularning tabiati qattiq, bir narsani tushunishligi qiyin. Bular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xiyonat qilib kelyapti. Endi yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga
Bani Muharib bilan Bani Salaba, ya'ni G'atofonliklardan bo'lgan arablarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarshi qo'shin to'playotgan xabari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yetib keldi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Najd tomonga yo'l oldi. Ya'ni sahrolarni kesib turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha tomonga yo'l oldi. Ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga harakat qilishlikdan oldin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga qarshi nima qildi? O'zini qo'shinini jo'natib qo'ydi. Bular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kelishini eshitgandan keyin tog'larga chekinib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qo'shinlaridan qo'rqib qolishdi. Keyingisi ikkinchi Badr g'azvasi. Ikkinchi Badr hijriy 4-yilda Sha'bon oyida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 1,5 ming kishi bilan nimaga chiqdi? Badrga ikkinchi marta payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chiqdi. Bularning ichida 10 ta otliq kishi bor edi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu bu bayroqdor edi. Ya'ni bayroqni ko'targan kishi shu edi. Madinaga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Ravoha roziyallohu anhuni boshliq qilib tashab ketdi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Badrga yetib keldi va Badrda mushriklarni kuta boshladi. Abu Sufyon o'zi mushriklardan 2000 kishi bilan u ham Badrga qarab harakat qildi. Ularning 50 ta otlig'i bor edi, chavandozlari bor edi. Marriz Zahron degan joyga yetganda, Makkadan biroz uzoqroq joyga yetgan paytda Alloh taolo ular qalbiga qo'rquv soldi, qo'rqib qoldida, aytdiki, o'zi qaytib ketishlik uchun aytdi: "Ey Qurayshliklar, bu ya'ni shunday yilda chiqsak yaxshi bo'lardiki, bu yilda nima bo'lsa, serobchilik bo'lsa, sizlar ot uloviylarni o'tlasanglar, sut qatiqlarni ichib borib keladigan bo'lsak, o'shanda yaxshi bo'lardi. Hozir bu yilni ko'ryapmanki, qahatchilik yili ekan. Shuning uchun men qaytib ketyapman, sizlar ham qaytinglar agar xohlasanglar", dedi. Lekin uni qo'shiniga xuddi shu paytda o'zida qo'shinini ustiga ham musulmonlardan haybatlanishlik va musulmonlardan qo'rqishlik g'olib bo'lganligi uchun ularda hech qanaqa e'tirozsiz hammasi qaytib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam musulmonlar bilan Badrda 8 kun qolib dushmanni kutib o'tirishdi, o'zlarida bor narsalarni, tovarlarni sotishdi, har bir dirhamga 2 dirhamdan foyda qilishdi. Har bitta dirham uchun foyda qilishdi. So'ng Madinaga qaytib kelishdi. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qildi? Xuddi mag'lubiyatga uchragandan keyingi bu chiqib qo'yishlik va dushmanlari 8 kun kutishligi, buni hamma joyda tarqashligi va dushmanlari bunga kela olmasligi bilan yana insonlar o'rtasida bularning haybati mustahkamlana boshlandi. Keyingisi Dawmatul Jandal. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Badrdan, mana hozir ikkinchi Badrdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytib keldida, mintaqada o'sha tinchlik, salomatlik hukm sura boshladi. Davlat xotirjam bo'ldi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har tarafga o'zini qo'shinlarini jo'natishni boshladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yaxshi ko'rganlar ham, dushmanlar ham nima qilishni boshladi? Yaxshi ko'rganlar ham, dushmanlar ham hammasi mana bu narsalarni e'tirof qilishlikka boshladi. Shunda ozgina 6 oy turar turmas payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Dawmatul Jandal, ya'ni Shomga yaqin bo'lgan joydagi qaboillar Madinaga hujum qilishlik xabari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yetib keldi. Ular katta qo'shin yig'yapganligi va Madinaga to'satdan hujum qilishlik xabari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yetib kelgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Subab ibn Arfatal G'iforiy Madinaga tashadi va o'zlari 1000 kishi bilan ana shu tarafga yurishni boshladi. Hijratni 5-yilida. Bani Uzradan mazkur degan odamni o'zlariga yo'lboshchi qilib olishdi. Kechasilarda yurishardi, kunduzlarida yashirinib yotishardi. Hattoki dushmanlarni kutmagan holatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kutilmagan holatda ularni ustiga bostirib bordi. Ularga yaqin borgan paytda ular tashqarida ekan. O'zlari yo'q ekan joylarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni chorvalariga va ularni o'sha cho'ponlariga hujum qildi va ulardan qochdi, qolganini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'animat qilib qaytib ketishdi. Keyingisi Ahzob g'azvasi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga janubdan Quraysh, Kinona va ularni Tuhoma ahlidan ittifoqdoshlari va ularning boshlig'i Abu Sufyon 4000 ta odam bilan Bani Sulaym Marriz Zahron degan joydan Bani Sulaym o'zini odamlari bilan ular unga qo'shilishdi. Mashriqdan G'otofon qabilalari. Bular hammasi Madina tomonga yo'llanishdi, chunki ular bilan nimalarning o'rtasida, yahudlarning o'rtasida va qabilalar o'rtasida hammasida ittifoq bor edi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hujum qilishlik va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni taktugi bilan yo'qotib tashlashlik. Madinaning atrofida hammasi jamlanishdi.
jamlangan qo'shinni soni 10 mingta edi. Agar bu qo'shinni hisoblaydigan bo'lsak, Madina ahlidagi Madinani yosh bolalari, xotinlari hammasini hisoblaydigan bo'lsak, 10 mingga yetmasdi. Qariyalarini ham qo'shganda 10 mingga yetmasdi. Kutilmaganda ular bostirib keldi, bostirib kelib yaqin qoldi. Musulmonlarni taktubi bilan yo'qotib tashlashlik xatari bo'lib qoldi. Endi bu qo'shinni musulmonlar qo'shiniga solishtirib bo'lmaydi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birdaniga o'zini atrofidagi ashoblarni yig'di va ashoblaridan qanday ish tutishlik haqida mashvara so'ragan paytda, maslahat so'raganda Salmon Farsi roziyallohu anhu aytdiki, agar biz dushman hujum qilib qoladigan bo'lsa, bizga o'zimizni atrofimizga xandaqlarni qazirdik, chuqurlarni qazirdik va shu bilan o'zimizni nima qilib olardik, himoyalab olardik degan paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam arablar bu paytgacha xandaqni bilishmasdi, ya'ni chuqur qazish taktikasini bilmasdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bir 10 kishiga 40 zirodan, shunda har bir kishiga 2,5 metrdan taqriban joy bo'lib berdi va ular qazishlikka boshladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlarini xandaq bilan o'rab olgandan keyin ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablariga Madinaga o'tishlik uchun zaif nuqtalarni qidirishardi. Musulmonlar bilan ularning o'rtasida ko'p nimalar bo'ldi, manyorlar bo'ldi. Ular o'sha xandaqdan o'tishlikka harakat qilardi, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashablari nayza bilan, kamonlar bilan otib ularni qaytarardi. Ular ba'zi kunlarda xandaqni tuproq bilan to'ldirib turib, uni ustidan o'tishlik uchun, yo'l qilishlik uchun ham ko'p harakat qilishdi. Ya'ni yo'l qilib o'tib ketishlikka ham ko'p harakat qildi, lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablari aytganimizdek, bu narsani doim musulmonlar kutib turardi. O'q bilan, kamon bilan urib turib, bular bu narsaga nima qilisha olmadi, erisha olmadi. Hattoki shunday kunlar bo'ldiki, ya'ni kuchlik qaytarishlar bo'lganligi sababli payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asr namozini o'qiy olmay qolgan kunlari bo'ldi. Sahihda keladiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Malallohu alayhim buyutahum va quburahum naron, kama shag'aluna anis salatil wusta, hatta g'obatish shams." Alloh taolo ularni uylarini, qabrlarini o'tga to'ldirsin. Xuddi bizni o'rta namozdan to'sib qo'ygan edik. Ya'ni to'sib qo'yganligi sababli, hattoki quyosh botguncha. Imom Ahmad Shofiy musnadlarida keladiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni peshin namozidan, asr namozidan, shom va xufton namozlaridan to'sib qo'ygan va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni hammasini qo'shib turib o'qigan. Endi Imom Navoiy aytadiki, buni o'rtasini jamlashlik, ya'ni bu 1 oyga yaqin bo'lgan. Taqriban Xandaq g'azvasi 1 oyga yaqin bo'lgan va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bu bir necha bor o'tgan. Bu manyorlar, ular hujum qilishligi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni to'sishligi bu bir necha marta bo'lgan. Ba'zida faqatgina nimadan to'sib qo'ygan bo'lsa, asr namozidan, ba'zida shu namozlari bir nechtasidan to'sib qo'ygan vaqtlar bo'lgan. Endi bular bir necha kun o'rtasida nima bo'lib turibdi? Ikki tomondan otishma bo'lyapti, bir-biri bilan ular o'tishlikka harakat qilyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashablari to'sishlikka harakat qilyapti. Shu paytda endi nima bo'ldi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orqadan Bani Qurayza tarafi to'smagandi. Bani Qurayza tarafi to'smaganda, bilganimizdek Bani Qurayza o'zini nimasini buzdi? O'zini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan o'rtasidagi ahdlarini buzdi. Shunda ikkalasi o'rtasini buzgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ular ordiga odam jo'natdi, haqiqatda bilishlik uchun va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u sahobaga aytdiki, agar haqiqatda buzgan bo'lsa, bu narsani hech kimga aytma, faqatgina o'zimgina ayt deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga ogohlantirdi. U kelib turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi nima yetarli bo'lib turdi. Ya'ni musibat o'zi yetarli. 10 ming kishi tashqaridan kelgan musulmonlardan juda katta miqdorda, katta qurollangan, tayyorlanib, tak-tugi bilan yo'qotib tashlamaguncha ketmaslikka bir-biri bilan ahdlashib kelgan qo'shin. Endi shunda nima qildi? Orqadan ham bo'lgandan keyin bu orqa taraf musulmonlarning ayollariga, yosh bolalariga yaqin taraf edi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini kiyimlari bilan nima qildida, o'randida, ozgina yotdi. Yotdi, ozgina nima qilgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rinlaridan turib, Allohu akbar, ey musulmonlar jamoati, xursand bo'linglar. Albatta Alloh taolo o'zini fathi va nusrati bilan nima qildi? Bizni nusratlaydi deb turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha holatdan chiqib ketishlik uchun harakat qilishlikka boshladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni 1 oy yoki 1 oydan sal shuni atrofida kofirlar o'rab turishdi. Endi aytganimizdek holat qiyin edi. Hattoki munofiqlar nima dedi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bu holat bo'lgandan keyin ular aytishni boshladiki, Muhammad bizga Kisroni
Hiraqilli mulklarini, ularni xazinalari yeyishlikka bizga va'da qilyapganda, bizni bittamiz qo'rquvdan o'zimizni hojatimizni o'tashlikka bora olmayapmiz. Bu nimalarni bizga va'da beryapti degan narsalar bilan nima qilishni boshladi? O'zlarini nifoqini oshkor qilishlikka boshladi. Endi bu Ahzob jangi yutishlik, yutmaslik jangi bo'lmadi. Ya'ni ikki tarafdan birontasi nima bo'lmadi? Yutkizuvchi, yutuvchi bo'lmadi, balki bu ko'pincha nima bo'ldi? Ma'naviy jang bo'ldi. Ikki tarafni qaysi biri ko'proq turib beradi, mana shu jang bo'ldi. Lekin oxiri borib turib mushriklar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qarshisida turib bera olmay, o'zlarining o'rtasida ixtilof kelib, o'zlarini bir-birini tashab, hammasi qaytib ketishlikka sabab bo'ldi. Endi mana bu narsadan keyin kelib chiqqan narsa, ya'ni kofirlarning ichida tarqalgan narsa, arablarning ichidagi bu yig'ilishlik eng katta yig'ilishlik edi. Buni o'xshashi hali arablarda yig'ilmagan. 10 ming qo'shinni yig'ilib kelishligi hali nima deydi, arablar tarixida bo'lmagan edi. Mana bu yig'ilib kelishlik va musulmonlarning ozchiligiga qaramasdan turib, musulmonlarni yo'qota olmay qaytib kelishligi yana musulmonlar haybatini oshirdiki, Madinada o'sib kelayotgan mana bu kichkina guruhni har qancha katta guruh bo'lmasin, har qancha katta qo'shin bo'lmasin, yo'qotib tasha olmas ekan degan nima keldi? Ularga tushuncha keldi. Va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu g'azvadan keyin bashorat berdiki, al-an nag'zuhum va la yag'zuna. Endi bundan keyin bizning ustimizga ular yurmaydi, biz ular ustiga yuramiz. Biz hujum qilamiz deb turib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xabar berdi. Endi mana bu 2 yillik, ya'ni Badr g'azvasidan keyingi ketayotgan mana shu 2 yil mobaynida bir necha narsalar ko'rinishlikka boshladi. Mana bulardan birinchisi 300 kishi qurollanib kelgan 1000 kishining ustidan g'olib bo'lishligi. Xuddi shundan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Bani Qaynuqoga chiqarib tashlashligi. Birinchi Badrdan keyin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi Qurayshdan ajrab chiqqanligi, yangi dinni olib kelganligi. Endi bu bilan insonlar o'rtasida bir haybat bo'lib turgandiki, mana bu narsalar. Lekin Uhuddan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shikast yedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga qaytib kelgandan keyin atrofdagi nimalarni, arablarni, ya'ni qabilalarning tabiati qanday edi? Agar bitta qabila zaiflashib qoladigan bo'lsa, ular o'sha paytda nima deydi? Xuddi shunday qilib turib, bular nima zaiflashgan qonni yeb qo'yish kerak edi. Ya'ni o'zlarining ulushini olib qolish kerak edi, g'animatlar. Xuddi shunday qilib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning atrofida nimalar? Dushman ko'payishni boshladi. Ya'ni zaiflashganingizdan keyin nima qiladi? Ta'min qiluvchilar ko'payib qoladi. Agar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan boshqa odam bo'lganda edi, bu mumkin tarix zikr qilinadigan bir voqeaga aylanib ketardi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va islom aqidasi mana bu narsada nima qildi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qattiq turib berdi. Ikkinchisi, musulmonlarning askariy harakatlariga qaraydigan bo'lsak, mana bu paytlarda ko'pinchisi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nimaga? Himoyaga cheklanmagan, balki himoya uchun doim nimani ishlatgan? Hujumni ishlatgan. Va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiladigan hujumlari ham hammasi yaxshi o'rganib chiqilgan va uni maqsadi aniq cheklangan nimalarida hujumlarida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu paytlarda jim turgan dushmanni qo'zg'atib yorishlik fikrida bo'lmagan. Jim turgan dushmanga nima qilmagan. Lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hujum qilaman deb turgan odamlarga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avvaldan hujum qilib qo'ygan. Xatari qancha katta bo'ladigan bo'lsa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'shalarni xatarini yo'qotishlik bilan nima qilgan? Harakat qilgan. Yoki ular jamlanayotgan bo'lgan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni qilayotgan rejalarini puchga chiqarib qo'ygan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hujum qiladi ekan, askariy maydonda harakat qiladi ekan, xuddi shu paytda o'zida asosiy maqsad nima edi? Insonlarga risola edi. Risolani yetkazishlik, insonlarga Alloh taoloning risolasini yetkazishlik, insonlarni Alloh taoloning diniga da'vat qilishlik edi va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qachon fursat topgan bo'lsa, mana bu narsada suskashlik qilmasdan birdaniga mana bu narsaga harakat qilgan. Ya'ni mana bu ikkita narsa Rojiya bilan Maunani musibati qayerdan keldi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu da'vat ishlarini yo'lga qo'yishlik uchun o'zini oldidagi qorilarni, eng afzal odamlarni jo'natdi, lekin qaboillar tarafidan bunga nima bo'ldi? Xiyonat bo'ldi. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yangi yerlarda da'vatni nima qilishlik, tarqalishligini xohlardi. Ya'ni bu degani yangi ansorlarni topishlik. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni Azil bilan qoriga odamlarni jo'natishlikda buni ko'rishligimiz mumkin. Ya'ni demak, doim siz nima qilishingiz kerak? O'zingizni
odamlaringizni turli yerga jo'natib turib, o'zingiz uchun yangi ansorlar qidirishlikka, yangi da'vat uchun yangi joylarni qidirishlikka harakat qilishligingiz kerak. Gohida mana bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jo'natgan Najd payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uchun katta ansor bo'lishligi mumkin edi. Mumkin bularning o'rnashgan joyi Madinadan ko'ra muhimroq bir joy bo'lishi mumkin edi agar islomni qabul qilib qoladigan bo'lsa. Xosatan bular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Madinaga tahdid tug'dirib turgan edi. Ya'ni bular mingta otliq bilan, mingta chavandoz bilan Madinaga yuramiz deb tahdid qilib turgan bir paytlar edi. Endi agar bular o'zlarini mana shu quvvatlari bilan islomga kirib qoladigan bo'lsa, islom uchun katta quvvat bo'lardi. Demak, biz avval bilishligimiz kerakki, bizni qiladigan ishimiz birinchi bizni qiladigan ishimiz da'vat. Alloh taoloning diniga da'vat qilishlik. Biz insonlarni davlatlarda inqilob qilishlikdan oldin biz insonlarga risolani yetkazishligimiz kerak bo'ladi. Keyingisi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqiqatda insonlarni yer yuzida yangi maydonlar, yangi ansorlar, islom uchun markazlar paydo bo'lishligi uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini atrofidagi odamlarni yer yuziga tarqatishlikka harakat qildi, lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam reja qilgandek bo'lmadi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning rejalari amalga oshmadi, balki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablariga xiyonat bo'ldi. Ya'ni bu narsa aytganimizdek bir kunning o'zida qancha odam bo'ldi? 80 ta shahid. Ba'zi rivoyatlarda ikkalasini xabari Bi'r Ma'un bilan Rojiyaga bir kunda kelgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xabari. Shunga aytayaptiki, ikki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qunutlarda ularga duo qilgan. Bir kunda qancha odam shahid bo'lyapti? Shunda qisqa 1-2 kun muddat ichida 80 ta. Ya'ni eng yaxshilaridan sahobalarni shahid bo'lib o'tiribdi endi. Demak, endi nima qilishligimiz kerak? Mana bundan olinadigan tarbiya gohida biz reja tuzishligimiz mumkin. Lekin har doim bizning rejalarimiz amalga oshadimi? Amalga oshmaydi. Ya'ni xuddi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rejalari amalga oshmadi, nafaqat amalga oshmadi, ya'ni sahobalarning eng yaxshilaridan bo'lgan 80 tasi shahid bo'lib o'tiribdi. Endi xuddi shunaqa ba'zida bizda ham rejalar amalga oshmasligi mumkin va qaysidir odamlar shahid bo'lishligi mumkin, qaysidir odamlar qo'lga tushishligi mumkin. Demak, biz mana bu paytda yaxshi tarbiya topmaydigan bo'lsak, yaxshi tarbiya topmagan odamlar bilan muomala qilib turib amaliyot olib boradigan bo'lsak, buni natijasi nima bo'ladi? Bizga go'yoki nima deydi? Biz haqiqatni aniqlamagan, dushmanning kimligini bilmagan, biz reja tuzishni bilmagan odamlarga aylanib, o'zimizni qo'l ostidagilar tarafdan tuhmatga qolamiz, ayblanamiz. Lekin bir shu paytda o'zida qarashimiz kerakki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham hamma rejalari amalga oshmayapti. Eng yaxshilari gohida shahid bo'lishlikka sabab bo'lyapti. To'g'rimi? Demak, nima qilishlik kerak? Mana bu paytda sal ko'ngilli keng qilib turib, nafaqat bu nima qilishlik, ayblashlik, gohida umuman nima deydi? Bu boshqaruv yiqitilish kerak, bu narsani olib tashlashlik kerak degan hattoki boshliqlarga ishonchsizlik kelib chiqishligi mumkin. Mana bu narsalardan gohida dushman foydalanadi. Shu narsaga ehtiyot bo'lishlik kerak. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim? U bashariyatni mutlaq eng yaxshi odam. To'g'rimi? Eng yaxshi odami, hattoki Sayyidul Mursalin, jo'natilgan payg'ambarlarning eng nimasi sayyidi. Shunday odam tomonidan hattoki nima bo'lyapti? Gohida qilingan rejalarda mag'lubiyatga uchrashlik mumkin. Qilingan rejalar amalga oshmasligi mumkin. Xuddi nima aytgandek, Alloh taolo aytganda, "In yamsaskum qarhun faqad massal qawmu qarhum." Mislu. Agar sizlarga bitta yetyapgan bo'lsa, musibat yetgan bo'lsa, yara yetyapgan bo'lsa, jarohat yetyapgan bo'lsa, sizlarga o'xshagan ularga ham yetyapti. Hiraql Abu Sufyondan so'ragan paytda aytayapti, jang ular bilan bizning o'rtamizda aylanib turadi. Bir kun biz yutamiz, bir kun ular yutadi. Xuddi shunaqa payg'ambarlar degan, to'g'rimi? Demak, bu payg'ambarlarning sunnati. Gohida biz yutamiz, gohida mag'lubiyatga uchraymiz. Mag'lubiyatga uchrab qolishlik degani bu nima? Valimahhasallohu alladina amanu. Ya'ni insonlarni nima qilishlik, poklab, tozalab olishlik uchun bo'ladi. Mana bu joylarda ehtiyot bo'lishlik kerak. Mana shunday payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablari xiyonat o'laroq shahid bo'lyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablari Uhudda mag'lubiyatga uchrayapti. To'g'rimi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablari Xandaqda nimaga uchrayapti? Ochlik, qo'rqinch, xuddi shu paytda o'zida sovuq, shunday qiyinchiliklarda bo'lyapti. Lekin mana bu qiyinchiliklarni bo'lishligi sahobalarni birontasini itoatdan orqaga nima qilishlikka, chekinishlikka olib kelmayapti. Balki ular eshitib itoat qilishlikda o'zini nimasini yo'qotgani yo'q, o'zligini yo'qotgani yo'q.
ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yengilchilikda qanday itoat qilayotgan bo'lsa, mana bu og'irchilik paytlarida ham xuddi shunday itoatda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ashablari o'zini iltizomini, o'zini nizomini yo'qotgani yo'q. Shuncha qiyinchiliklarga qaramasdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni, hozir Abdulloh ibn Unays nimasini aytdik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kofirlarning ichiga bir o'zini jo'natyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hech qanaqa e'tirozsiz borib nima qilib kelyapti? Mana shu o'ziga yuklatilgan vazifani bajarib kelyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Huzayfa roziyallohu anhuni Ahzob kunida kofirlarning ichiga jo'natyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning buyruqlari o'ziga qaratilganligi uchun Huzayfa roziyallohu anhu tomonidan hech qanaqa e'tiroz bo'lmayapti. Hech qanaqa e'tiroz yo'q. Shunday turyapti, borib turib, vaholanki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikki marta nima qildi? O'zlariga tashadi. Kim borib qavmning xabarini olib keladi? Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ketadigan odamga qaytib kelishlik bashoratini beryapti. Uni va'dasini beryapti. Borgan odam qaytib keladi. Lekin sahobalar shu holatda tura olmadi. Lekin Huzayfa roziyallohu anhu ga aytilgan paytda nima Huzayfa roziyallohu anhu hech qanaqa ikkilanishsiz o'zini ismi aytilgandan keyin turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarafidan buyurilgan ishlarni shundaylikcha qilib kelyapti. Mana bu 2 yillik nima askariy harakatlar birontasida to'g'ridan to'g'ri to'qnashuv bo'lmadi. Balki buni hammasi qarasangiz muhosara yoki kofirlar tarafidan yig'ilgan jamni tarqatib tashashlik. Hattoki Bani Nazir musulmonlarni ma'naviyatini oxirgi darajada ko'tarib yubordi, lekin shu ham aytganimizdek qattiq jang bo'lgani yo'q, faqatgina muhosara qilishlik bilan bo'ldi. Unda aytiladigan, ko'zga ko'rinadigan jang sodir bo'lgani yo'q. Keyingisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni doimiy hushyor bo'lganligi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima Madinada turar ekan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini nimalarini, odamlarini, ya'ni ayg'oqchilarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har tarafga jo'natib qo'ygan, har bir tarafdan yetib keladigan xabarlarga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam befarq qaramagan. Va qaysi tarafda Madinaga nima bo'layotgan bo'lsa, Madinaga xatar bo'layotgan bo'lsa, o'sha tarafga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birdaniga, bu tarafdan Shom, bu tarafdan bu sharq, janub, g'arb, hamma tarafdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, g'arb emas, ya'ni janub, shimol, sharq taraflardan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qilgan? Hamma xatarlarga nima g'aflatda qolmasdan o'zini qo'shinlarini eshitishlik bilan jo'natib, bularni mag'lubiyatga uchratgan. Aytganimizdek, askariy g'alaba bo'lgan bo'lmasa-da, lekin ma'naviy maydonda katta nima g'alabaga erishildi. Mana bu nimadan keldi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tezda harakat qilishligi va buni to'liqlikcha o'rganib chiqishligi va puxta rejalar tuzishligi sababli bo'ldi. Hattoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Uhudda mag'lubiyatga uchrashligiga qaramasdan turib, undan keyingi harakatlari sababli Abu Sufyon ikkinchi Badrga chiqa olmadi. To'g'rimi? Chiqa olmadi. Badrdan, Uhuddan keyin bo'lyapti-da. Endi unga chiqishlikka nima qila olmadi? Endi demak bu chiqa olmadimi? Demak o'zini yutganligi, o'zini ulug'ligi bilan nima she'rlarni aytib maqtanishlikka ham nima qila olmadi? Eplolmadi demak. Keyingisi, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxiri borib turib himoyadan hujumga o'tyapti. Hujumga o'tyapti. Ahzob g'azvasi tugagandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima deydi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, endi biz hujum qilamiz, ular bizga hujum qilmaydi. Biz ular tarafga yuramiz. Demak deydi, nima qilishlik kerak? Da'vatda bosqich-bosqich bo'lishlik kerak. Biz ketma-ket ketishligimiz kerak. Har bittasi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshida davlat yangi tuzilayotgandi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xatar hamma tarafdan bor edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu xatarni yo'qotishlik uchun qilgan rejalari bo'ldi, to'g'rimi? Madinadagi musulmonlarni o'zaro birodar qilishligi, ansorlar bilan muhojirlar o'zaro, keyin yahudlar bilan bo'lgan bitimlar, bu narsalar nima qildi? Birinchi marhala uchun kerak narsa edi. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Badrga chiqdi. Badrda nima bo'ldi? Bunda yutuq bo'ldi, lekin bu degani oxir emas edi. Bundan keyin kofirlar tarafidan yana nimalar bo'lardi, lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zehnida nima bosqichlik bor edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni avvaldan strategik nima payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning strategik qarashlari bo'lganligi uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam endi eng oxirgi katta hujum payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Ahzob g'azvasida hammasi yig'ilib kelyapti. Handaq g'azvasida bundan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhalani belgilayapti. Demak, bugungacha bo'lgan narsa endi biz oldin himoyada turgandik, ular bizni ustimizga bostirib, keyin biz chiqayotgandik. Endi unaqa emas. Endi biz chiqamiz deyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Demak, nima qilishlik kerak? Biz hamma marhalani belgilashlikka bilishligimiz kerak.
marhalani belgilashlikka bilishligimiz kerak. Har doim himoyada turaverishlik nima bo'lmaydi? Bizni foydamizga bo'lmaydi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qildi? Bundan keyin biz yuramiz dedi va xuddi shunday bo'ldi. Demak, qaysi bir jamoat agar reja bilan ish qilmasa va rejalarida bosqichma-bosqichlik bo'lmaydigan bo'lsa, bu jamoat nima bo'ladi? Muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni jamoatlarini qaraydigan bo'lsak, bu paytda qanday odamlar bo'ldi? Ba'zilar minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullohi alayhi. Ya'ni bulardan ahdida vafo qilib turadiganlari bo'ldi. Ulardan shahid bo'lib ketganlari bo'ldi, ulardan kutib turadiganlari bo'ldi. Xuddi shunga o'xshab munofiqlar bo'ldi. Munofiqlar ham bir necha turli edi. Ba'zilari nima qildi? Ma va'adanallohu va rasuluhu illa g'urura. Bizga faqat yolg'on narsalarni, puch narsalarni bizga va'da qilibdi deganlari bo'ldi. Ba'zilari inna buyutana avra, bizni uylarimiz ochiq, borib himoya qilaylik deydiganlari bo'ldi. Ya ahli Yasrib la muqabalakum farji'u deydiganlari bo'ldi. Ey Yasrib ahli, bugun kofirlarga qarshi tura olmaysizlar, qaytib ketinglar deganlari bo'ldi. Ya'ni qo'shinni 3dan 1ni olib ketadiganlar bo'ldi nimalarda. Lekin shu bilan birga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni nimalari payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avvaldan bilardiki, mana bu bo'layotgan narsalar nima qilardi? O'tib ketadigan narsa va oxirgi oqibat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni ustiga yuradigan, ular nima yuradigan emas, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hujum qiladigan bir davrlar kelishligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldindan bilardi. Shunchalik dushmanlar kuchli bo'lmasin, dushmanlar qanchalik kuchli bo'lmasin, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashablari yo'liqqan qiyinchiliklar qanchalik katta bo'lmasin, qanchalik katta, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini qo'shinlariga bironta musulmonlardan boshqani qo'shmadi. Ya'ni munofiqlar qo'shildi, chunki ular islomini oshkor qilgan odamlar. Lekin yahudlardan birontasini qo'shgani yo'q. Shu, ya'ni vaholanki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan ular o'rtasida ittifoq bor edi. Kim Madinaga bostirib keladigan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan turib, payg'ambar Madinani himoya qilishlik, o'zini moli bilan, joni bilan mana shu Madinani himoyasida bo'lishlik kelishuvlari bo'lishligi qaramasdan turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni o'zini safiga qo'shmadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini safiga qo'shmadi. Endi bular bilan bo'lgan kelishuvlar faqatgina bularning xiyonatidan saqlanishlik uchun edi. Bostirib kelgan odamlarga qo'shilib ketishlikka oldini olishlik uchun bo'lgan siyosiy bir ittifoqlar edi. Lekin voqelikda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ulardan foydalandimi? Yo'q, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ulardan foydalangani yo'q. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam safi nima sof bo'lishligini xohlagandi. Agarchi bu narsa nima jumhur ulamolar ijozat bergan bo'lsa-da, o'zi aslida joiz bo'lsa-da, lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlarining safiga birontasini qo'shgan emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shaxslari bashariyat tarixida e'tirof qilingan eng ulug' shaxsiyat hisoblanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini, ya'ni o'sha nima deydi, qiyinchilikda turib o'zini qo'shiniga ta'sir qilishlikda birinchi odam bo'lgan. Bunaqa kishini nima deydi, hali tarix tanimaydi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiyinchilik paytida turib o'zini qo'shiniga shunday ta'sir o'tkazganki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'xshagan odamni topishlik mumkin emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam og'ir kunda turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi odam bo'lgan va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga umid ruhini insonlarga kirgiza olgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam insonlar o'zini nimasini yo'qotgan paytda, o'zini umidini yo'qotgan paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga nima bergan? Umid bergan. Ahzob jangini qarasangiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qilyapti? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ochlik, qo'rqinch, sovuq, 3 kun ovqat yemagan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqa ashoblar bittadan tosh bog'lagan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikkita tosh bog'lagan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashoblari bitta toshni maydalolmay qolgan paytda, oldilaridan chiqqan katta toshni maydalolmay qolgan paytda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha yerga tushib turib, toshni nima qilyapti? Maydalayapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har bir urgan paytda bismillah deb turib bir uradi, toshni bir qismi nima qilyapti? Sinyapti va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha kirki bilan urganda maydalanyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, Shom kalitlari menga berildi. Ikkinchi marta men uni qizil nimalarini ko'ryapman. Uni qizil qasrlarini ko'ryapman. Ikkinchi marta urganda yana ikkinchi marta bo'linyapti. Allohu akbar.
Fors menga berildi. Men uni Madoinni oq qasrlarini ko'ryapman. 3-marta yana uryapti. Bismillah deb turib, yana qolgani sinib chiqib ketyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohu akbar, Yamanni kalitlari menga berildi. Men Sanoani eshiklarini mana shu turgan joyimdan ko'rib turibman deb turib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu joyda bashorat beryapti. Insonlar umidsizlikka tushib, insonlar juda qiyin bo'lib, noumid bo'lgan holatlarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qilyapti? Bashorat beryapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam insonlar o'zini kuchiga ishongan paytda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taologa yolvoryapti. Xuddi Badr kunida nima qildi? Jangga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chiqishlikka undadi, qo'shinga yo'liqishlikka karvondan ko'ra va nima qildi? Alloh taologa yolvordi, hattoki yaktaklari deymizmi, nimasidan tushib ketdi, ya'ni yelkalaridan tushib ketdi. Abu Bakr roziyallohu anhu ko'tarib, nima kafak, ya'ni yetarli bo'ldi deb turib nima qildi? Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jangdan oldin, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jangga yo'liqishlikdan oldin nima qildi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'shin ikkilanib turuvdi. Yo karvonni, yo nimani? O'zlari karvon uchun chiqqandi. Karvonni urushlikka, ko'pchilikka nimasi bor, shavqi bor, qo'shinga yo'liqishlikka ko'pchilik xohlamayapti. Mana shu paytda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, mumkin, ya'ni qanday qilaylik?" deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mashvara bergan paytda u aytayaptiki, biz faqatgina o'zimizni diyorimizda himoya qilamiz, sizga yordam beramiz, boshqa joyda qilmasak ham bo'ladi deb bizni nazarda tutyapsiz shekilli. Men ansorlar haqida ansorlar nomidan gapiraman va ular nomidan sizga javob beraman. Xohlagan tarafingizga yuring, xohlagan kishingiz bilan aloqalarni tiklang, xohlaganingiz bilan uzing. Bizni mollarimizdan xohlaganingizni oling, xohlaganingizni bizga qoldiring. Bizdan olganingiz qolgandan ko'ra bizga suyukliroq. Bizni bir ishga buyuradigan bo'lsangiz, biz sizni buyrug'ingizga tobemiz. Allohga qasamki, agar g'amdanni nimasiga, Berakil g'amdanga yuradigan bo'lsangiz, biz siz bilan birga yuramiz. Allohga qasamki, agar siz mana shu dengizga kiradigan bo'lsangiz, biz siz bilan mana shunga kiramiz. Siz bilan kiramiz. Endi albatta ansorlar tarafidan Sa'd roziyallohu anhu xossatan tarafidan bo'lgan bu gap Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ma'naviyatini ko'tardi. Va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ular Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birligini va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan hattoki o'limga tayyorgarligini nima qildi? Bildirishdi. Bu degani nima? Endi nimaga dengizga kirsangiz kiramiz degani, ya'ni shahidlikka, ya'ni qurbon berishlikka, fidokorlikka nima qilardi? Bildiradi. Lekin shu paytda o'zida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qildi? Siru va abshiru. Yuringlar va xursand bo'linglar. Albatta Alloh taolo menga ikkita toifani bittasini va'dasini berdi. Ya'ni bularga biz hammamiz shahid bo'lib ketmaymiz, balki g'alaba qilamiz degan narsa bilan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bashorat beryapti. Men deyapti, qavmimni yiqiladigan o'rinlarini ko'ryapman deb turib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha kunda mana joyga falonchi, mana joyga falonchi deb turib har bittasini sanab chiqdi. Aytib o'tganimizdek, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgandan bir 50 u tarafga ketib qo'ygani yo'q. O'sha joyga kofirlar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgan joyga yiqilishdi. Uhud kunida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mag'lubiyatga uchradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Muhammad ibn Maslama ayollar bilan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga suv olib kelishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda chanqigan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam suvni ichib turib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Muhammad ibn Maslamani haqqiga duo qilyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hali betlaridan qon to'xtamay turib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam endi sizlar borib turib rukunni o'pguninglargacha, ya'ni Ka'bada tavof qilib rukunni o'pmaguninglarcha endi bunaqa Quraysh bizga musibat yetkiza olmaydi. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima hali qon to'xtagan emas. Qo'shin mag'lubiyatga uchragan. Nima dushman o'zidan ketgan. Shuni har bittasiga qaramay turib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eng qiyin holatlarda o'zini askarlariga nima bera olgan? Ma'naviyatini ko'tara olgan. Qarasangiz, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bashoratlari dushmanga yo'liqishlikdan oldin dushmanni kattalarini yiqiladigan joyini ko'rsatishlik bilan va jangda g'olib bo'lishlik bilan, ikkinchisini ko'rsangiz, dushmanga dan mag'lub bo'lgandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bundan keyin qayta bunaqa musibatda bo'lmasligi bilan va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni taktugi bilan yo'qotib tashlashlik uchun kofirlar yig'ilib kelgandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bundan keyin o'zlari hujum qilishligini, kofirlar hujum qila olmasligini va faqatgina musulmonlar kofirlarning ustiga yurishlik bilan bashorat beryapti.